Assalomu alaykum. Bu Orol ovozi, siz bilan Solijon Abdurahmonov. O'tgan ko'rsatuvda Toshkent davlat universitetini, yuridika universitetini ikkita domlasi, huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanovni fuqarolik sudiga berganligi haqida gapirgan edik. Endi bu juda bir muhim mavzu, muhim holat. Sababi Abdurahmon Tashanov hozir O'zbekistonda endi birinchi raqamli huquq himoyachisi bo'lgan tashkilotda raisi, buni bir bemalol aytish mumkin. Ammo bu degani uni himoya qilib gapiryapti degan xulosa qilinmasligi kerak. Men o'zimni ma'lum darajada bir majburlab boshqa ishlarimni qo'yib mana shu holat bo'yicha bir qancha fikrlarni bir muhokama qilishni lozim topdim. Chunki domlalar bittasi dotsent, yuridika dotsenti, ikkinchisi yuridika bo'yicha fan doktori, professor, yuridika universitetini domlalari huquq himoyachisiga nisbatan chiqqan ekan. Demak, buni biz juda sinchkovlik bilan o'rganishimiz kerak. Bu o'rganishda bu tomon bunchaga haq, bu tomon bunchaga haq deb hakamlik qilish emas, balki keng jamoatchilik uchun foyda nimadan iborat bo'ladi buni fikrlashsak degan nuqtadan bir start olishimiz kerak bo'ladi. Men shu nuqtai nazardan domlalarning birisi dotsent Razzoq Altiyevning shu joriy yil 30-yanvardagi Haqiqat va qonun, so'z mas'uliyati qayerda qoldi maqolasini bir ma'lum darajada bir fikr qildim. Bu ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan maqola. Endi Razzoq domla mana shu joyda Abdurahmon Tashanovning chiqishlari haqida fikr qilayotib, biroz chekinish qilib, Rasul Kusherbayevni ham tilga oladi. Bu har holda men buni hozir suhbatga kiritsammi yo'qmi dedim, lekin kiritishga qaror qildim. Chunki Rasul Kusherbayev ham ijtimoiy tarmoqlarda juda faol. Shu bilan birga yuridika universitetining domlalari bunday qat'iy ishchilik bilan chiqishlari, oldin ham aytganman, olqishga sazovor va biz mana shundan o'zimizga tegishli xulosalar chiqarishimiz kerak. Ya'ni bilimimizning oshishiga qay darajada xizmat qiladi degan ma'noda. Chunki Rasul Kusherbayevning o'zi ham jurnalistika universitetini tugatgan, yana qolaversa ikkinchi mutaxassislik sifatida xuddi o'sha yuridika universitetini magistrligini ham tugatgan. Chunki Wikipediyada shunday yozib qo'yibdi, magistr deb. Bu degani, demak, yurist magistr ham jurnalist. Bu juda kuchli fundament bunday aytganda va yuridika universitetining domlalari bunday buni endi to'qnashuv deb bo'lmaydi, fikr almashish deb qabul qilaman men. Fikr almashish, chunki maqsad ikki tomonda ham bir qonunlarga bir o'ziga xos e'tiqod qilish va barcha xatti-harakatlarimizni amaldagi qonunlarga bo'ysundirish. Endi mana shu jihatdan oliy ma'lumotli magistr yurist ham jurnalist Rasul Kusherbayev bilan yuridika universiteti domlalari o'rtasidagi yuridik tushunmovchilik deymiz endi bu faktlar asosida nimaga yuzaga keldi degan savol bo'ladi-da. Domla mana shu maqolasida, ya'ni 30-yanvar 25-yildagi Haqiqat va qonun, so'z mas'uliyati qayerda qoldi maqolasida Rasul Kusherbayevga ham tegishli qilib shunday yozadi. Bundan tashqari Rasul Kusherbayevning 6 yil avvalgi ovozli xabar uchun 5 yillik qamoq jazosi degan materialini ko'rib, muallif huquq asoslari bilan yetarlicha tanish emas deb xulosa qildim.
Razzoq domla bu yerda ikkita holatga to'xtalib, Rasul Kusherbayevning fikriga qo'shilmasligini, yuridik moddalarda Rasul Kusherbayev aytganday emasligini keltirib o'tadi. Men uni endi alohida to'xtalib o'tirmayman. Faqat bitta holatida, ya'ni 3-dan deb yozgan joyiga to'xtalishni lozim ko'ryapman. 3-dan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, yengilroq jazo tayinlash sudning mutlaq vakolati, ya'ni sud ushbu moddani har bir holatdan kelib chiqib o'z ixtiyoriga ko'ra qo'llaydi. Suddan ushbu moddani qo'llamaganini aytib e'tiroz qilish noo'rin va xato deya yozadi domla. Ming afsuski, bu domlaning mana shu fikrlariga ma'lum e'tirozlar bor. Birinchidan, Razzoq domla mana shu Rasul Kusherbayevni nazarda tutib, muallif huquq asoslari bilan yetarlicha tanish emas deb xulosa qildim deb yozadi. Bu yerda o'ziga xos bir taajjubli nuqta aytganimday, Rasul Kusherbayev xuddi shu universitetni tugatgan, magistrligini. Demak, huquq asoslari bilan yetarlicha tanish emas ekan magistrni bitirgan fuqaro. Demak, bu yuridik universitetda o'qitish, ta'lim sohasida juda jiddiy muammolar borligini bildiradi. Birinchidan. Chunki biz muammo yo'q demaymiz. Gap muammoning qay darajada ekanligida. Ikkinchidan, Rasul Kusherbayev 2 chaqiriq Oliy Majlis deputati bo'ldi deb aytsa bo'ladi, chunki ikkinchisida endi o'zi chiqib ketdi. Mana shu huquqning qaynab turgan joyida ishladi ma'lum vaqt. Va shu bilan birgalikda yana jurnalist. Yana buning ustiga eng faol bloger mana shu mavzularga. Demak, eng faol bo'lgan, oliy ma'lumotli jurnalist bo'lgan, nufuzli joylarda ishlayotgan va yana huquq magistri bo'lib turib, huquq asoslari bilan yetarlicha tanish emas bo'lsa, bunda domla Razzoq og'ayam, boshqalari ham o'zlarining mas'uliyatini qay darajada his qiladi. Bu yerda men tanish Kusherbayev demoqchi emasman. Men uni o'zini ham 1-2 marta chiqish qilganman. Tanish demoqchi emasman va domlani ham nohaq aytyapti demoqchi emasman. Ammo o'sha joydan chiqqan bo'lsa, demak, domla nega bu holatlarda endi biz deya 1-2 og'iz gapirib o'tmadi bu yerda. Demak, endi bu yerda domla o'qitmagan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, ammo umumiy ma'naviy javobgarlik bor. O'sha joydan chiqdi. Va shunday holatda mana shunday baho berilayotganligi, bu noto'g'ri demoqchi emasman. Baho berilyapti. Ammo agar bu baho to'g'ri bo'lsa, domlaning aytganiday, tanish emas deb xulosa qildim deydi. Shunday bo'lsa, demak, o'sha joydagi muammolar ham albatta bu yerda qisqa aytib o'tilishi shart. Endi bu yerda men universitetda bu holatlari haqida to'xtalib o'tirmayman. Bu borada juda ko'plab narsalar yozilgan, gapirilgan. Har holda biz rivojlanish yo'lida bu yo'ldagi kurashlar deb ataganman men bu holatlarni. Endi jinoyat huquqi bo'yicha mutaxassis sifatida mana shu holatni baholar ekan, domla yana aytganimday mana yozyaptiki, 57-moddani qo'llash sudning mutlaq vakolati. To'g'ri, buning bilan hech kim bahs munozara qilmaydi. Sud o'z ixtiyoriga ko'ra qo'llaydi, bu ham to'g'ri. Bunga ham hech kim e'tiroz qila olmaydi, ammo domlaning yozishicha suddan ushbu moddani qo'llamaganini aytib e'tiroz qilish noo'rin va xato degan xulosasi, ochig'ini aytish kerak, bizni juda ham tashvishlantirishi shart. Nima uchun? Chunki e'tiroz qilishga haqqing yo'q deydi. Ya'ni apellyatsiya qilishga, shikoyat qilishga haqqing yo'q. Xato va noo'rin.
buni yuridik dotsent yozayotganligidan men judayam ochig'ini aytsam tashvishlandim. Chunki sudning bo'ladimi, boshqa idoraningmi yoki qaysi bir shaxsningmi biron bir xulosasidan norozi bo'lish har bir fuqaroning huquqi. Ammo u norozi bo'layotgani bilan har bir fuqaro uning gapi to'g'ri va u aytganday bo'lishi kerak demaymiz biz. Ammo biz boshqalar minglab, yuzlab odamlar qanchalik boshqacha xulosa qilgan bilan bitta qarshi xulosa qilayotgan shaxsga sening haqqing yo'q, noo'rin, xato deb baho qo'ya olmaymiz. Albatta bu fikrni aytish huquqi domlaning. Ammo bu noo'rin emas qo'llamaganini aytish. Chunki bunday misollar, men bu yerda endi qancha misollar bor, to'xtalib o'tirmayman. Qo'llamaganliklari haqida juda ko'plab va qat'iy narsalarni bilaman. Agar Oliy sudning masalan tegishli ishlar bo'yichagi bir hisobotlarini ko'rsangiz ham 57-moddani qo'llamaganligi noto'g'ri degan xulosalar berganini ham ko'plab kuzatishingiz mumkin, arxivlarni qarasangiz, so'rasangiz. Demak, dotsent domlaning Ro'ziq og'aning noo'rin, ya'ni suddan ushbu moddani qo'llamaganini aytib, e'tiroz qilish noo'rin va xato degan fikriga qo'shilib bo'lmaydi butunlay. Buni endi suddagi o'rtoqlar juda yaxshi biladi. Men istardimki, Oliy sudning matbuot xizmati ham mana shu narsalarni eshitadi. Albatta eshitish kerak, bu muhim narsa va o'sha holatdan qancha sud ishlarida Oliy sud sudya mana shu 57-moddani qo'llamagan, noto'g'ri qo'llamaganligi noto'g'ri deb baholaganligi, ya'ni qo'llash kerak edi shu ishlarda deb xulosa qilgan holatlarni 10 ta, 20 ta, 30 ta deb bersa, bu hammamiz uchun saboq bo'ladi. Bu domla Razzoqqa qarshi emas. Bu umumiy bizning huquqiy bilimlarimizning hali yorug' qaratilmagan tomonlarini ko'rsatish. Bunda o'zimizni sharmanda qilish yoki qaysi bir sudyalarni bunday aytganda qoralash emas, bu hayot. Shuning uchun biz bu narsalardan iymanmasdan qancha ishlarda sudya 57-moddani qo'llamadi, qo'llanishi kerak edi degan xulosa yuqoridan qilingan bo'lsa, bu albatta aytilishi kerak. Men shak shubha yo'qki, bunday ishlar necha o'nlab topiladi. Shunday ekan, domla Razzoqning bu fikriga butunlay qo'shilib bo'lmaydi. Bunday xulosa qilish, mantiqiy xulosalar qilishning ochig'i endi ancha no'noqligini bildiradi. Men aytishga majbur bo'lyapman. Bu gaplarimni tashanib himoya qilyapti deb o'ylamang hech ham. 4-dan eng kulgulisi, ya'ni Rasul Kusherbayev haqida yozyapti bu yerda. Materialda qizig'i shundaki, Oliy sud tomonidan e'lon qilingan taqiqlangan materiallar ro'yxati. Endi bu yerda domlaning fikrlari to'g'ri, har bir chiqishni tahlil qilmaydi. Bunday holatlarda umumiy ro'yxatda aytiladi yoki diniy targ'ibotlar borligi haqida o'sha ekspertlar xulosa qiladi. Bu yerda domla albatta juda yaxshi, to'g'ri fikr bildiryapti. Davomida domla shunday yozadi yana: haqiqiy huquq himoyachisi va jurnalist uchun 3 muhim tamoyil bor: qonunga tayanish, xolis bo'lish va chuqur tahlil. Albatta qonunga tayanish. Qonunni to'liq moddalarini bilmagan holatda ham qonunni his qilish juda muhim. Qonunni his qilish. Chunki inson yanglishib turadi. Sudyalarning, prokurorlarning yanglishgan holatlari bo'yicha ham yetarli nimalar, ammo bu bilan ular qonunga tayana olmaganligi, nima sababdan ekanligini tahlil qilmagunimizcha biz xulosa qila olmaymiz. Xolis bo'lish, bu albatta xolis bo'lishga barcha intiladi. Xolis bo'lmagan holatlarda o'ziga zarba bo'lishini ham biladi.
Ammo xolislik nuqtasi qanday, qayerda, uni qanday ocha bilish kerak, bu juda muhim. Chuqur tahlil ham juda muhim. Fakt va dalillarga asoslanmagan har qanday bayonot jamiyatda asossiz shubha va ishonchsizlik uyg'otadi xolos. Albatta bunday maqolalar ayniqsa mana YouTube kanallari paydo bo'lganidan keyin, internet paydo bo'lganidan keyin xuddi qo'ziqorinlarda, endi biz bahordagi qo'ziqorinday deb biz ishlatmaymiz Qoraqalpog'istonda, chunki qo'ziqorin bahorda bizda umuman chiqmaydigan bo'lib qolgan. Tuzlanishdan oldinlari juda ko'p bo'lardi. Shunday bo'lsa ham bu bahordagi qo'ziqorinday ko'p deb aytish mumkin bo'ladi. Ya'ni asoslanmagan maqolalar, chiqishlar juda ko'payib ketdi. Bu chalg'itishlar, ya'ni kim qattiqroq gapirsa, kim o'sha sudyanimi, prokurornimi juda qattiq gapirsa, demak u o'sha kunning qahramoni. Biz tahlil qilishda g'oyat no'noqmiz. Chunki birinchidan bu tahlil qila oladigan yigit-qizlarimiz yo'q degan xulosa emas, ular bor. Ammo tahlil juda ko'p vaqtni oladi, o'rganishni talab qiladi, ma'lum xarajatlar qilishga ham to'g'ri keladi, borish, yurish. Biz bu borada biron bir jamg'arma sizga yordam beray degan gapni men shu paytgacha birovning aytganini eshitmaganman. Demak, u yuradigan odam ham bitta taniqli blogerning gapirganiday, biz ham non yeyishimiz kerak, choy ichishimiz kerak, bizda ham bola chaqa bor deganiday, mana shu tahlilni talab qilamiz-u, ammo jamiyatda bu tahlil qiluvchilar qay darajada qo'llanilyapti, bu borada gapirib o'tirmaymiz. Bu yerda endi bu jinoyat huquqi bo'yicha domla dotsent ekan, jinoyat ishlarida bu 100 minglab tiqilib yotibdi deyish mumkin. 100 minglab tahlil qilinmagan o'tib ketgan jinoyat ishlari sudlardan ham, boshqa joylardan ham. Men o'zim ham bir 10larini bemalol aytaman, qay darajada ekanligini. Hatto bu borada bir qancha viloyatlarda taniqli huquq fuqarolari bilan suhbatlar ham qilganmiz o'zaro. Ya'ni tahlil qilish istagi bo'lgan bilan uning imkoniyati yo'qligini aytmoqchiman. Lekin bu degani siz tahlil qilinmagan, chuqur o'rganilmagan biron narsani jamoatchilikka tashlayverasiz degani emas. Demak, nima qilish kerak? Tahlil qilish imkoningiz yo'q, tashlash kerak. Mana shunday holatda o'sha gumon holatlarini maqolalarda, chiqishlarda aytib o'tish lozim. Ya'ni uni ko'rayotgan, o'qiyotgan yurtdoshlarimiz bir tomonlama fikr qilmasin. Hozirda huquq idoralariga bir tomonlama bosim shu darajada o'sib boryapti va buni hokimiyatdagilar faqat suhbat qilish, chaqirish, qo'rqitish, 5-6 kunga qamab qo'yish bilan oldini olamiz deb fikr qilishadi. Bu g'oyat noto'g'ri yondashish. Fikrga qarshi fikr. Shu nuqtai nazardan domla Razzoq og'a ham shu chiqish qilayotgan ekan, bunga biz juda minnatdormiz. Biz kelishmagan holatlar bo'lsa ham. Va oldin aytganimday, u kishi ochiq muloqot qilib chiqaman desa, mana Orol ovozi mikrofoni doim tayyor. Yana domla davom qiladi. Ehtiroslar ta'sirida berilgan shoshilinch xulosalar esa haqiqatdan uzoqlashtiradi. Albatta, haqiqat izlovchi har doim qonun doirasida harakat qiladi va har bir masalani atroflicha o'rganadi. O'ylaymanki, har kim o'z ishi bilan mashg'ul bo'lsa, bilimi va aqli yetadigan, o'zi mutaxassis bo'lgan sohada fikr yuritsa hamda o'z so'z mas'uliyatini to'liq his qilsa, xato va adashish hamda boshqalarni adashtirish kam bo'ladi. Juda ham to'g'ri fikrlar. Ammo Rasul Kusherboyev
O'zbekistonda blogerlarning taniqli birinchi beshligida deyish mumkin bemalol. Men bir xiyolam qilganman shu birinchi beshlik blogerlarni atasangiz edi deb bir keng jamoatchilikka tashlasam bir Facebookda deb turib. Lekin qo'y dedim, shuni endi keyin yana ko'p gap, o'zidan ko'p gap bo'lish kerak. Lekin shak shubha yo'qki, Rasul Kusherbayevni ham birinchi beshlikka albatta kiritishadi jamoatchilik so'rovi o'tkazilsa. Endi domla Razzoq og'a har kim o'z ishi bilan mashg'ul bo'lsa, bilimi va aqli yetadigan, o'zi mutaxassis bo'lgan sohada fikr yuritsa deya aytyapti. O'ylaymanki, kuyunib aytyapti, dard qilib aytyapti, ko'rib turibdi u jamiyatdagi mana shu ochig'i endi qo'pol bo'lsa ham aytishga to'g'ri keladi, palapartishlikni. Ammo men nimaga bu joyga to'xtalib takrorlab aytyapman? Demak, Kusherbayev o'z ishi bilan shug'ullanmayapti ekan. Bilimi ham aqli yetmaydigan ishga aralashib qopti. Mutaxassis emas, fikr yurityapti. So'z mas'uliyatini to'liq his qilmayapti. Ming afsuski, men ham ma'lum darajada domlaning bu fikrlarini qo'llab-quvvatlayman. Ming afsus. Men bu borada bir necha o'rtoqlar bilan ancha-muncha fikrlashganman. Nega mana shular? Nima uchun buni aytmaymiz? Hatto o'zim ham Rasul Kusherbayevni 2 marta bir o'zaro Milliy tiklanish partiyasining lideri bilangi disput deymiz endi buni, tortishuv desak uncha to'g'ri kelmaydi, bahs munozara. O'shani 2 ta video qilib chiqqanman va oxirida Kusherbayev yutqazdi deb xulosani ochiq aytganman. Men o'ylagandim o'shanda ehtimol Kusherbayev chiqib bir ba'zi fikrlarini aytar deb turib, lekin men o'zim taklif qilganman. Unda ham doim mikrofon mana deb turib, yo'q, u kishi nima uchundir chiqishni lozim topmadi. Buni eslatayotganim mana shunday chiqishlar o'ziga xos signal bo'lishi kerak. Signal bo'lish kerak va fikrlashish kerak. Bunda men haqman yoki sen haqsan deb tarozi qo'yib o'tirish emas. Umumiy fikrlashish orqali biz o'sha nuqtalariga chiroq qaratamiz, ya'ni projektor, va fuqarolarimiz shundan fikr qiladi. Hozir men bilaman, buni juda ko'pchilik ko'rmaydi, qiziqmas bunaqa tahlillar fuqarolarga. Odatda bizda hozir ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolarimiz o'rganib qolgan narsalar bu birovni shunday qoralasangiz, shunday laychaplasangiz va uni qayerdadir bir yotoqda yotgan holatini qanday bir videoga olgan bo'lsangiz ko'rsatsangiz, hademay 10 minglab fuqarolar ko'rib qoladi. Va qanchalik kommentlar bo'ladi, tomoshalar. Bu o'rinda endi kecha mana sudi bo'ldi. Sudga borgan Tashanovni bir o'ziga xos qo'llab borganlar qancha ekanligidan ham bemalol bilish mumkin. Oxir Tashanovni birinchi huquq himoyachisi mana unday bunday deb necha 10 minglab yozgan kommentlar tiqilib yotibdi-yu. Lekin yana aytishim kerakki, agar o'rga 5000 odam borgan bo'lsa, Tashanov haq ekan deb xulosa qilmaymiz. Biz bundan o'zimizni tiya bilishimiz kerak. Borish esa mana shuning og'riqli nuqta ekanligini bildirish. Biz esa ko'pchilik holatlarda tomoshaga ming afsuski o'rganib qolganmiz. Endi domla Razzoqning mana shu gapiga yana to'xtaladigan bo'lsam, Rasul Kusherbayev o'z ishi bilan shug'ullanmayapti. Ya'ni bilimi yetmaydigan, aqli yetmaydigan ishni qilyapti deb xulosa qilyapti. Unday bo'lsa, men endi ma'lum darajada qo'shilaman deb aytdim. Ammo uning o'rniga kim chiqishi kerak? O'sha mavzularda qani yuridika universitetining domlalari nimaga bir 4 ta bloger chiqara olmaydi? Bemalol odamlar bilan to'g'ridan to'g'ri suhbat qiladigan, ya'ni прямой reportaj degan ma'noda. Nimaga? Yo'q. Nima uchun yo'q? Bilimi yetmaydimi? Bilimi yetadi. Aqli yetmaydimi? Aqli ham yetadi domlalarning, ammo nimaga chiqmaydi? Chunki bu juda xavfli jamiyatda.
jamiyatda juda ham xavfli. Mana shu nuqtai nazardan Tashanovning shu domlalarga meni chiqishlarimga qarshi e'tirozlar qilish bo'yicha, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda chiquvchilarga topshirma berilgan degan fikri juda to'g'riga o'xshaydi va bu topshiriqni men noto'g'ri deb hisoblamayman. Chunki men o'zim kechagi videoda gapirganman bu borada qani domlalar deb. Shu nuqtai nazardan bu domlalar chiqayotgan ekan, bu juda ham minnatdorchilik bildirishni istar edim. Endi shu yerda Razzoq Altiyevning o'sha 30-yanvar maqolasi tugaydi. 7-fevral maqolasini bir qisqa davom qildirsam dedim. Yana u kishi Razzoq Altiyev dotsent 7-fevralda ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yozishgan. Bilmaganga bo'lishma. Yaqinda huquq himoyachisi Tashanovning bitta fikriga qonunlar asosida aniq tushuntirish yozgandim. Meni gaplarimni mohiyatini tushunmabdilar shekilli. Men baribir g'olibman deb izoh qoldiribdilar. Bu yerda domla men baribir g'olibman deganini qo'shtirnoq qolibdi. Demak bu Tashanovning gapi deb tushundim men. Har holda bu o'rinda ham men ochig'ini aytishim kerak, Tashanov bilan bir necha masalalar bo'yicha fikrlashganda fikringiz noto'g'ri, bunday bo'lmaydi deb bir sud masalalarida ham ikki holatda sud mana shunday qaror qabul qiladi deganman va keyinchalik sud xuddi shunday qaror qabul qildi. U kishining fikri to'g'ri bo'lmadi. Endi bu narsada albatta sabablarni o'rganishimiz kerak biz. Sabablarni. Ammo biz sabablarni o'rganib tahlil qilishga boya aytganimday negadir o'zimizni chetga olamiz haqiqatda qo'llab-quvvatlashlar bo'lmaganidan keyin va tahlillar odatda bizning ko'ruvchilarimiz uchun unchalik bir keng qamrov olmaydi. Endi bu yerda men g'olibman yoki domla men g'olibman degan baholashdan men yiroqman, chunki bu g'oliblik uchun kurashilmaydi bunda. Bu marafon yugurish emas, kim birinchi bo'lib keladi degan. Bu fikrlar charxlanishiga xizmat qiladi fuqarolarimizga. Shuning uchun biz ko'p holatlarda kuzatamiz, mana bizda yuridik tushunchalar juda ham past deb. Chunki mana shu charxlanishlarimizning sifati ham past, sifati ham. Domla yana yozadi, to'g'risi bu darajadagi o'z fikridan o'zgalar fikriga loqaydlik darajasi bo'lishi mumkinligiga ishonmagandim. Endi domla ham men o'yladimki bir 40 yoshlarga chamalab qolgandir, dotsent bo'lsa. Endi Tashanovni ham bir kam deganda 15 yillar yaxshi biladi deb o'ylayman. Ishonmagandim bu loqaydlik darajasi shunday deb xulosa qilayotgani. Demak bu domla odamlarni tanishda hali jiddiy muammolari bor deb xulosa qilamiz. Chunki ishonmagandim deydi. Loqaydlik darajasi shu darajada bo'lishiga, ya'ni Tashanovning loqaydlik darajasi deb tushunyapman. Demak, insonlarni tanishda biz o'zimizdagi kamchilikni o'zimiz ko'ra olmay, oradan qancha vaqtlar o'tib hayron qolamiz. Domla bu yerda yana qo'shtirnoq qolyapti. G'olib bo'ldim, kimdir yutqazdi deb o'tirgan odam gap nimadaligini, so'z mas'uliyati va qonunlardagi talabni afsuski umuman tushunmagan ko'rinadi. Bizda mana shunday tushunmagan ko'rinadi deb mavhum yozish, baholashlar juda ko'p ko'zga tashlanadi. Bo'lsa kerak, shunday bo'lar, vaqt ko'rsatadi degan. Endi konkret holatlarda konkret ko'rinib turgan narsani nimaga domla tushunmadi deb bemalol aytmayapti. Chunki bu yerda tushunmagan ko'rinadi desa, ha tushungan ekanman, men unchalik bilmabman deb ikkinchi platformaga o'tib olish imkoniyatini o'zida qoldiryapti domla. Yo'q, aslida fikrlashilgan paytda tushunmadim, men aniq bilmayapman deyiladigan bo'lsa tushunmagan ko'rinadi. Yo'q, xulosa qilinayotgan bo'lsa tushunmadi deb yoziladi. Chunki shu yerda o'zida mana shu abzatsda o'zida
mumkinligiga ishonmagandim, ya'ni loqaydlik darajasi deydi. Ishonmagandim, endi ishondim deyapti. Endi ishondim. Demak, Tashanovning tushunmaganligini ham ko'ryapti domla, ammo o'sha joyning o'zida shu gapda tushunmagan ko'rinadi deydi. Men bularni bunday aytganda esimmalab gapirayotganim yuridikada mantiq ham o'qitiladi bir paytlar men guvohi bo'lganman. 90-yillarda hozir ham o'qitsa kerak. Mantiq bu juda muhim narsa. Lekin bitta gapning o'zida domla bir-biriga qarama-qarshi ikkita fikrni olg'a suryapti. Ya'ni mantiq nuqtai nazaridan kelishmagan holat. Keling endi bu yerda yana chuqurlashib ketmaymiz. Davom qilamiz. Shu tushuntirishimni qo'llab yuzlab odamlar o'z munosabatini bildirishdi. Yaqin kunlarda inson huquqlari bo'yicha faolni bu yerda yana qo'shtirnoq qolyapti. Ya'ni Abdurahmon Tashanovni men o'tgan suhbatda buni aytib o'tgan edim. Har holda uni qo'shtirnoqqa olishga hech qanday zarurat yo'q, chunki u O'zbekistonda kam sonli ro'yxatga olingan, ya'ni ro'yxatga olingan kam sonli tashkilot, inson huquqlari tashkilotining rahbari va konkret eng birinchi va faol rahbari. Shuning uchun bu yerda domla Razzoq og'a Tashanovni faol deb qo'shtirnoqqa olishi, O'zbekistonda inson huquqlarining ahvoli shunaqa. Mana eng birinchi deyiladigan Abdurahmon Tashanovning ahvoli ham shunaqa, u faol emas hech qanaqa deb urg'u berayotganini bildiradi, chunki qo'shtirnoqqa olyapti. Menga yuborishdi deydi. Bu yerda endi yuzlab odamlar munosabat bildirishdi deb domla yozyapti. Tashanovga nisbatan ham minglab odamlar bildiryapti. Domlalarni qo'y, ular unaqayu bunaqayu. Universitetingni qo'y, yuridikangni qo'y, hokimiyatni qo'y deb. Shunday bir holatda domlaning meni qo'llab yuzlab odamlar bildirdi deb yozayotganining o'zi endi men kulgili desam o'ng'aysiz bo'ladi har holda, chunki bu faqat yozganligiga hech qanday gumon yo'q, lekin Tashanovga ham minglab odamlar yozyapti. Biz mana shundan kelib chiqib fikrlashimiz kerak bo'ladi. Ikki lager bunday aytganda. Bu juda xavfli holat. Endi men shu yerda yana bu fikrlarni tugallayman. Keyin yana nasib bo'lsa davom qilamiz har holda. Barchalaringizga sihat, salomatlik, fikrlashish o'ylaymanki davom qiladi. Diqqatlaringiz uchun rahmat.